Voy, drosel motorni qachon sotiga qo'yamiz aka? Sotiga qo'yamiz uka. Yuring ishxonaga obzorini qilib beraman. Aka sizni bilaman, vaqtingiz yo'q, ustama-usta yurgani. Sizga tayyorini topib qo'ydim. Durusel motorlarda xohlasangiz o'zini zavod injektor motori ham bor, uni ham qo'shib beriladi. Zavod kaputlari bor. Endi bu kapotni bilasizlar, havo uchun kerak. Xullas 2008-yilga noldan korobka, motor qilib yig'ilgan. O'zi kamida motor shunaqa qilib yig'ib chiqaman sana $3000 pullar ketadi. Yangi silik diska, Largo yangi 4 ta balonlar qadab qo'yilgan. Salonlari kelsangiz zavod holatda, zavod sidena mikrofon kolonka qo'yib qo'yilgan. Shu 15% kraskasi bor, butun 07 ga yig'ilgan. Mashina benzinda. Qiziq bo'lsa, maza qilib kayf uchun minaman azbe deganlar uchun kelib bitta ko'raverasizlar. Endi to'g'ri hozir video qilgim kelyapti, lekin hozir qonunga to'g'ri kelmaydi. Buni sizga drift qilib, aylantirib, mashina rezultatini chiqargani. Kelib bitta meni ko'ring, xudo xolasa mashina sizga yoqadi. Narx qiziq bo'lsa 4800, inshaalloh xayriga o'tib berar. O'zimizning vodiyda mashinasi, xohlasanglar, xohlasanglar оформление qilinglar, xohlasanglar o'zini injektor motorida yuringlar, xohlasanglar Duruselda dokument qilib yuringlar. Qiziq bo'lsa pastda nomer qoldiraman, aloqaga chiqinglar. Inshaalloh sizga yoqadigan mashina sog' bo'linglar.